Men qayta tug'ilishimdan oldin bir yomon kompaniyada xodim bo'lib ishlardim. Bu aqldan ozgan dunyoda hamma narsa yirtqich hayvonlardan olinadi. Yangi hayotimda men birinchi darajadaman, lekin mening noyob mahoratim bor. Bu mening o'ljamni S darajasiga qo'yadi. Va nihoyat hosil bayrami vaqti keldi. Lekin biz katta muammoga duch keldik. Xayrli tong, Yota. Sizga ham, Emily. Nima? Hamma qayerga ketdi? Celeste va Alice bugun ertalab Dimasga jo'nab ketishdi. Tiloloda juda ko'p orollar paydo bo'lganga o'xshaydi. U juda ham xursand bo'lsa kerak. Bugun faqat 50 qoldimi? Chunki Azmi Celestedan juda ham qo'rqadi. U bugun ham avvalgi uyda bo'ladi, to'g'rimi? Ha, shunday. Siz ular bilan Dimasga bormadingizmi? Yo'q, axir bugun hosil bayrami-ku. Peshindan keyin Alice bilan uchrashaman. Men uni festivalni tomosha qilish uchun olib boraman. Hosil bayrami va nihoyat boshlandimi? Biz bilan borishni xohlaysizmi? Yoda, bularga bir qarang, bular buncha chiroyli. Do'konda juda ham ko'p ekan. Ha, bular juda ajoyib. Emily odatda hech narsadan hayajonlanmaydi. U Dimasda yashagani uchun bu bayram u uchun yangilik. Yaxshi. Keling uni yaxshi o'tkazaylik. Bizga bu festival juda yoqadi axir. Ha, albatta. Qanday chiroyli. Sizga yoqdimi? Menimcha menga bu yoqdi. Men buni olmoqchiman. Yaxshi, sizdan 3000 bello. Yo'da, bu menga kerak emas, u juda ham qimmat. Iltimos, oling. Katta rahmat. Bu yaxshi fikr. Endi men bu qo'ng'iroqda doim yonimda ushlab yurishim mumkin. Xush kelibsiz, Ryota, Emily. Meni eshiting. U yerda g'alati narsa bor. G'alati narsa? G'alatimi? Eng yaxshi narsalar faqat bizda, olib qolinglar. Bu rostdan ham g'alati narsa ekan. Bu nima bu? Salom, sizlar bundan olmoqchimisiz? Bu qanday ishlaydi? Siz hali Alkin g'origa bormaganmisiz? Yo'q, hali bormaganmiz. U yerda bo'yilgan sichqon nomli yirtqich hayvon bor. U juda ajoyib.
Siz ularni mag'lub etganingizda juda ko'p ochkolar beradi. U xuddi metal shilliq kabimi? Agar siz ushbu qutilardan birini tashlab qo'ysangiz, adash bo'layotgan sichqonlar paydo bo'ladi. Uni mag'lub etsangiz, darajangiz tez ko'tariladi. Siz nima deb o'ylaysiz? Bu qiziq tuyulyapti. Ammo men va Ryota boshqa darajamizni oshira olmaymiz. Ammo biz undan Emilyning darajasini ko'tarish uchun foydalanishimiz mumkin. Yaxshi, mana bu yelgan sichqoncha. Qani, bog'lovchi o'q bilan boshlaymiz. Yaxshi, endi Emily uni o'ldiring. Hali emas, birinchidan. Saqlash. Olg'a, Emily. Nima? Adashgan hayvon o'lja qoldirmaydi deb o'ylagandim. Bu mening qutqarish afsonim. Men uni ishlatganimda mening o'lja foizlarim yirtqich hayvonga qo'llaniladi. Uni o'ldirgan Emily bo'lsa ham. Shunday qilib, endi mening darajam ko'tarildi. Bu shundaymi? Ryota kuchaytiruvchi o'qni oldi. Kuchaytiradigan o'qmi? Keling uni sinab ko'raylik. Nima? Hech narsa bo'lmadi-ku. Bu buzilmagan, shunday emasmi? Men oddiy o'qda sinab ko'raman. Qani, olg'a. Bu ajoyib. Bu o'q ishlatilganda har qanday qolgan o'qlarni kuchli qiladi. Bu juda ham ajoyib. Ha, bu juda ham kuchli bo'ladi. Biz o'sha do'kondan ko'proq sotib olganimiz ma'qul. Xo'sh, endi bizda ko'plab kuchaytiruvchi o'qlar bor. Endi nima qilamiz? U yerda nima bo'lyapti? Uning qafasidan adashgan hayvon chiqdi. Tezroq yuguringlar. Yaxshimisiz? Hozir hammasi joyida. Men yirtqich hayvonni mag'lub qildim. Hali emas, Ryota. Siz uni hali mag'lub etmadingiz. Nima? Qani, qochdik. Men uni tugataman. Bu ish bermadi. Bu juda ham g'alati. U bizning hujumlarimizdan yanada kattalashyapti. Sizda qandaydir muammo borga o'xshaydi. Sizmisiz, Neptun? Salom, Sato. Siz bu narsani juda katta qilib qo'yganga o'xshaysiz. Xo'p, biz endi unga aql bilan hujum qilishimiz kerak. Aks holda u odamlarni halok qiladi. Siz nima qilmoqchisiz? Men sizga yordam bera olmayman. Aqldan ozganmisan? Menga yordam bering, Neptun. Biz shahrimizni himoya qilishimiz kerak. Qani, olg'a. Tushundik. Biz siz uchun qo'limizdan kelganini qilamiz, Nep. Shayton la'nati. Sizga ko'rsatishimga ruxsat bering. Neptun oilasining kuchi. Yaxshi, endi biz darhol unga hujum qilamiz. Neptun, Emily. Men tayyorman. Buni ol. Qani olg'a, yo'q qiluvchi, hujum. Katta rahmat.
Men olomon orasida qizimdan ajralib qoldim. Yana yo'qotmaslikka harakat qiling, maylimi? Siz ularga rahmat aytishingiz kerak. Katta rahmat, janob. Siz xavfsiz ekanligingizdan xursandman. Katta bo'lsam, men ham sizdek sarguzashtchi bo'laman. Siz hech qachon buni esingizdan chiqarmaysiz degan umiddaman. Nimani esimdan chiqarmayman? Qattiq mehnat qilsangiz, doim samarasini beradi. Men buni bir qadrdon do'stimdan o'rgandim. Agar siz sarguzashtchi bo'lmoqchi bo'lsangiz, keling birgalikda harakat qilaylik. Celest, siz Demisda emasmidingiz? Biz shu yerda to'xtashga qaror qildik. Eshitdimki, sizlar bu yerda yirtqich hayvon bilan jang qilibsiz. Sehrlari va sabzi bilan to'la. Bizga yordam berish uchun keldingizmi? Ammo hamma narsani tugatganga o'xshaysiz. Ha, Neptun guruhi bizga yordam berdi. Yirtqich hayvonlarni yengish bizning ishimizning bir qismi. Nima bo'lganda ham sizlarning ham o'z jamoangiz bor. Ularning barchasi jamoaning muhim a'zolari. Bizga qo'shiling. Siz bu oiladan qutulishni xohlaysizmi? Keyin meni guruhimga qo'shilishni istaysizmi? Men bu taklifingizga hech qachon rozi bo'lmayman. Attang, meni yana rad etdingiz. Ammo men siz bilan birga ko'rishganimdan juda xursandman. Na ko'rishguncha, Sato. Nima bo'lganda ham hamma xavfsizligidan xursandman. Keyingi safar kimdir paydo bo'lsa, men ularni mag'lub qilaman. Shunday vahima ichida yugurish meni och qoldirdi. Ha, biz ham kun bo'yi Dimasda edik. Hammamiz shu yerda ekanmiz, keling atrofdagi do'kondan ovqat olaylik. Keling, festivaldan zavqlanaylik. Anifel o'z kanaliga obuna bo'ling. Soda qarang, bu yerlar buncha qiziqarli. Rostdan ham juda ajoyib. Past darajali, siz ochishda yomonsiz. Chavqatsiz. Suyi, jeli, og'zingizni oching. Ular ovqatlanayotganda ham yoqimli ko'rinadi. Ko'zlarimga ishonmayman. U sabzidan boshqa narsa yeyaptimi? Quyonlar ham go'sht yeyishadi. Siz bu haqida allaqachon aytib bergandingiz. Men u yerda sabzi bilan tayyorlanayotgan taomlar sotiladigan do'konni ko'rdim. Men uni yemayman. Men faqat mazali sabzidan tayyorlangan taomlarni iste'mol qilaman. Ehtimol siz boshqa taomlarni ham iste'mol qilishingiz kerak. Past darajali, qo'pollik qilma. Ikkalangiz ham juda kulgilisiz. Men umuman tushunmayapman. Bu yerda juda ko'p yirtqich hayvonlar borga o'xshaydi. Nima yana adashgan yirtqich hayvon paydo bo'ldimi? Agar o'sha tomonda bo'lsa, u uzuk bo'lishi kerak. Uzukmi? Ulardan bittasi bormi? Hosil bayrami uchun yig'ilgan mahsulotlar o'zgartiriladi. Ular arenada qo'lga kiritgan narsalarni adashganga aylantirishadi. Jangchilar juft bo'lib qatnashadilar. Agar siz uni mag'lub eta olsangiz, mukofot sifatida noyob narsa olasiz. Noyob narsami? Men sinab ko'rmoqchiman. Biz ham qo'shilamizmi? Jamoangizga kimni olasiz? Agar ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, sizga sherik kerak bo'ladi. Celest, men bilan qatnashasanmi? Nima, menmi? Shunchalik hayron bo'ldingizmi? Menimcha siz eng yaxshi sherik bo'lasiz deb o'ylayman. Siz har doim menga ma'lumot berib turasiz. Siz yirtqich hayvonlarni ham yaxshi bilasiz. Shunday qilib, siz bu uchun pul tikishingiz mumkin. Nima bo'ldi? Bu meni xursand qiladi, lekin siz o'zingizni mendan olib qochayotganga o'xshaysiz. Muammo bormi? Hech qanday muammo yo'q.
Jahannam olovida o'lib ket. Selest, siz odatdagidan kattaroq harakat qilayotganga o'xshaysiz. Yaxshi, tasavvur qilasiz. Qanday bo'lmasin, u narsa hali ham tirik. Yuqori veteranchilikni yengish uchun ikkita jangchi kerak bo'ladi. Uning tirik qolish imkoniyati juda past edi. Siz ajoyibsiz, Selest. Men qattiqroq ishlayman. Men siz uchun Emily kabi muhim hamkasb bo'lishni istayman. Selest, siz buni bilasiz. Yotasan, sen bu gaping bilan meni xursand qilasan. Hosil bayrami albatta juda qiziqarli bo'ldi. Bu juda ajoyib edi. Selest, biz ringda olgan noyob narsa nima edi? U shu yerda. Mana ko'rasizmi? Bu nimaligini men bilmayman. Unda bir xil narsa ko'p bo'lganga o'xshaydi. Hech qachon bunday narsa ko'rmaganman. Bu mushaklar. Bu ajoyib, Yota, siz rostdan ham juda ajoyibsiz. Men bu dunyoda salat o'ynashni tasavvur ham qilmagan edim. Yashasin noyob narsalar. Yomon emas. Bu rostdan ham juda chiroyli. Bu juda qiziqarli edi. Rostdan ham men bolaligimdan beri salat o'ynamaganman. Barshangiz bilan buni qilganimdan xursandman. Men birinchi marta festivalga o'xshash narsa qildim. Shunday ekan, men ham juda xursandman. Qo'ng'iroq qilishyapti. Yangi kichkintoymi? Eli, yaxshimisiz? Ha, men yaxshiman. Eli, sizga nimadir bo'ldimi? Meni kimdir chaqirayotgandek his qildim. Qaysi yo'nalish? U yerga. Bu Nixonimning yo'nalishi. Siz do'st qilishingiz mumkin bo'lgan boshqa yirtqich hayvon bormi? Balkim shundaydir, ishonchim komil emas. Men sizni oson sabzi chiqaradigan yirtqich hayvon bilan do'stlashishingizni xohlayman. Yoki siz sabzi bilan do'st bo'lishingiz mumkin. Siz yeydigan sabzi do'sti uchun achinaman. Hozir kech bo'ldi, ertaga tekshirishga boramiz. Bu kecha biz bilan qolishingiz kerak, Eli. Qolsam bo'ladimi? Albatta. Selest, Suyi va Jeleni qo'rqitmaslikka harakat qiling. Men ehtiyot bo'laman. Sizni ko'rganimdan xursandman, Sato. Men bilan gaplashmoqchi ekanligingizni eshitdim. Nima demoqchi edingiz? Qani o'tiring, qahva ichasizmi? Qancha qand solay sizga? Bir dona solsangiz bo'ladi. Odatdagidek yumshoqdan, to'g'rimi? Aslida negadir kechadan beri Dismanda o'lja yo'q edi. Tilo, silikon, mishak, bistam, bulon va silinda ham barcha g'orlarda o'ljalar to'xtadi. Hammasimi? Bu hech qachon sodir bo'lmagan. Garchi tan olishdan uyalsam ham, lekin bu qanchagacha davom etishini bilmayman. Iltimos, Sato, bu yerda nima bo'layotganini tekshirib ko'rasizmi? Ha, lekin qanday qilib? Men sizdan ko'p narsa so'raganimni tushunaman. Lekin sen meni ishona oladigan yagona odamsan. Siz Selinda noyob o'lja olgan odamsiz. Yaxshi, men buni e'tiborsiz qoldirmayman. Men nimadir o'ylab topishga harakat qilaman. Yo'q, men buni bilish uchun hammasini qilaman. Foydasi yo'q, hech qanday o'lja yo'q. Boshqa qavatlar kabi. Endi sabzi yo'qmi? Endi sabzi o'ldi. Nega o'lja qoldirmayapsan, la'nati? Men ipotekani to'la olmayman, bu yerda pul ishlay olmasam. Endi biz nima qilishimiz kerak?
Menda ham xarajatlarim bor. Ey Xudoyim, uyda meni kutib o'tirgan oilamga nima deyman endi? Biron joyda biron narsa qoldirib ketgan bo'lishi kerak. Keling, hamma joyda qidiraylik. Bu yomon ko'rinadi. Narxlar allaqachon oshib bormoqda. Odamlar qo'ldan kelganini sotib olishmoqda. Sabzavot sotib ola olmasak dahshatli bo'ladi. Past darajali bitta sabzi chiqsin. Senga aytishga oson. Tezroq bo'l. Men senga aytdim-ku, bunday bo'lmaydi. Ura, mazali sabzi. Lekin qanday? Hech kimga hech narsa qolmagan. Faqat mendami? Meni kimdir chaqirayotganini his qildim. Bu befoyda deymizga o'xshaydi, chunki unda hech narsa chiqarib bo'lmaydi. Hech narsa olmaydimi? Tushundim. Men hozir kelaman. Endi hamma deymizlar Nihomidek bo'lsa, agar men Eli haqida o'ylaganim to'g'ri bo'lib chiqsa, men seni topdim. Deymizlardan hech narsa chiqmayotganiga sen sababchisan, shunday emasmi? Siz Nihoning malikasisiz, shunday emasmi? Menga aytmang. O'n birinchi qism tugadi. Anifal.uz kanali uchun maxsus o'zbek tiliga o'girildi.